Uyuşuş, мәңгүлік чақырық. Мәшәл группасы. 2018 yılı 7 ayının 21 günü. Bir işini oylayalığan ve onu kılalığan adam məqsədki yetələydiğən erkin adam buludu. Bir işini oylayalığan, lekin onun için hareket kılmağan adam məqsədi yetəlməydiğən ümitsiz adam buludu. Bizde həmmə adam ittifaqlıq və ömlüknің mühimliğini bilidu. Amma bəzi adamlar diginiga əməl qılmaydı, yoki öz qılmışını bilməydi. Bizdek ittifaqlıqqa və ömlükü şu qədər muhtaç bir xalqның bu qədər köp ixtilaf qilishimiz aqlga sig'maydi. Bizning beshimizga kelgan fojia va balo qazo shu qadar cho'ng ekanki, uni haqiqiy bilganimizda hammani tashlab Xitoyga qarshi birlashatdik. Vatanda turmaga azob chekayotganlarning azoblarini tasavvur qilamiz. Ammo bilmaymiz. Lagerlardagi xo'rliqlarni angladik. Ko'rmadik. Şuna her zaman nima qilishni bilolmaganda, düşman bir yerda qilib, bir-birimizni talavatimiz. 5 iyul qirg'inchiligidan 2 yil o'tganda Xitoy demokratlar tarafidan o'tirg'i chiqarilgan. Xitoylarning Uyg'urlarni uy bisib tutayotgan bir sinalg'u xotirsini ko'rib, hammamizning dimi ichimizga tushib ketgan edi. Biz o işlerini oylagan, anlagan, tasavvur qilgan, amma ko'rmagan. Ko'rgan ana shundoq yomon bo'ladi ekan. Ko'rib qayta o'yg'ongandek bo'lgan edik. Shuningga o'xshash vatanda hozir bo'layotgan zulmlarni biz bek cheklik doirada bilamiz. Haqiqiy ahvolning qanchalik ichinishlik va ig'ir ekanligini bilmaymiz. Xitoy vatanimizdagi turmalarda va yipiq lagerlarda bo'layotgan jinoyatlarning fosh bo'lib qolishini 100% kontrol qilib bo'ldi. Biz vatandagi zulmni his qila olamiz, lekin ko'ra olmaymiz. Bir-birimiz bilan arzimas ishlar haqida ixtilof qilishayotgan vaqtda, bir boshchi yana bir yetakchini haqoratlayotgan chog'da, bir guruh yana bir tashkilotni ayblayotgan paytda, vatanda necha yuzlagan qarindoshlarimizning yurak va bo'raklari sug'urilgan bo'ladi. Necha ming qarindishimiz yengidan tutilgan bo'ladi. Nurg'un qiz ayollarimiz dafsanda qilingan bo'ladi. Vatandagilarning bizdan nimalarni kutadi? Vatandagilarning erkin dunyodagi qarindoshlaridan eng kutadigan ishi barliq ixtilof va talash tortishni qayirib qo'yib, Xitoyga qarshi birlashish va vatandagilarni zulmdan qutuldirish o'rtaq nishoni uchun kurash qilishdir. Bizning millatimiz bir, tilimiz bir, vatanimiz bir, dinimiz bir, bayrog'imiz bir, düşmanimiz bir. Yani nim uchun petishmaymiz? Bizni birlashtirishga sabab bo'layotgan ishlar, bizni ixtilof qilishga sabab bo'layotgan omillardan to'limu buyuk va yuksak ishlardir. Tarixni bilishning eng muhim sababi bir xatolikni yana sodir qilmaslik uchundir.
Gerçi bizning ba'zi jihatlardan farqlarimiz bo'lsa-mu, biz yanada bir millat. Biz Uyg'urlar. Biz dushman emas, qeyrindosh. Bizning bir-birimizga ko'ngil bo'lish majburiyatimiz bo'lib qolmasdan, balki bir-birimizga apuchan bo'lish va o'zaro apu qilishni talab qilish haqqimiz bor. Uyg'urlardan o'z davlatini ozod qilish irodasi bo'lganlar shu maqsadga yetadi. Biz cho'qim o'z tuprog'imizda erkin yashab, o'z uyimizda xotirjam ko'z yumamiz. Buningsiz hayotimizning qimmati bo'lmaydi. Biz erkinlikka erishishimiz bilan dunyo texmi ozod bo'ladi. Dunyoga texmi go'zal narsalar qo'shiladi. Bizning buyuk g'albimiz bilan dunyo texmi saltanatlik bo'ladi. Bizning o'z manfaatimiz uchun ko'rsatgan har bir tirishchanligimiz dunyoga va insoniyatga foydali ishlar sifatida butun insoniyatning boyligiga aylanadi. Xitoy bizni vatanimiz tuproqlaridan mangu yo'qotish harakatlarini allaqachon boshlab bo'ldi. Kelgusi 5 yil ichida chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni parchalab, bir-biriga dushman qilish ish planlari boshlanib bo'ldi. Xitoy bizning eng kuchli nuqtamiz bo'lgan ittifoqligimizga, eng ojiz bo'lgan xalqimiz aqlsizlik va manmanligimizdan foydalanib hujum qiladi. Aql ishlatmay, o'ylanmay, birdamlik hissiyat va manmanlikni yengolmagan shaxsiy g'ururi bilan ish qiladiganlar o'zlarini bilmay Xitoyga yordamchi bo'lib qoladi. İjtimoiy aloqa qurollari keng umumlashgan. Dunyodagi Uyg'urlar osonli uyusha oladigan qulaylik sharoitlarda Xitoyning buzg'unchiligi va odamlarimizdagi illatlar bizga ichki urush va adovatlarning yangi shakllarini ilib kelmoqda. Amerika va Yevropadagi davlatlarning ijtimoiy taratqular orqali qalaymaqonchilikqa duch kelganligini bilgan har bir odam Xitoyning Uyg'urlarni ijtimoiy taratqular orqali urushga sala oladiganligini bilishi va hushyor bo'lishi kerak. Bir-birimizni satqinga, xoinga chiqarish bir bo'lsa aqlsiz kishilarning, yana bir bo'lsa aqidi imonsiz kishilarning ishi. Aqlimiz va imonimiz bizni bir ishga hukm chiqarishda obdan aniqlab beqishga buyuruydi. Bizning bir-birimizga ishonmaslikdan tortadigan ziyonlarimiz, bir-birimizga ishonganlikdan kelib chiqadigan ehtimolan ziyonlardan hassalab cho'ng bo'ladi. Millat bo'lish sifatimiz bilan bizning kelgusimizning kapolati, bizning uyushchanligimizning qanchalik kuchligiga bog'liq. Dunyoda bizga o'xshash buyuk ajdodlari va shonliq tarixi bo'lgan millatlar ko'p emas. Biz Sharqi Turkistondan, Tarim va Altay tuproqlaridan ko'klidik. Tarixda dunyoning nurg'un joylariga tarqaldik. Bugun hala shu tuproqlarda yashamoqdamiz. O'zimizning shu shonliq tariximizning bir qismi ekanligimizni, bu buyuk millatning bir parchasi ekanligimizni, bugungi bu ulug' tarixiy kurashning bir qismi ekanligimizni tushungan chig'imizda dunyoda bizga qarshi tura oladigan hech bir kuch bo'lmaydi. Biz adolatparvar va jasur millat bo'lish sifatimiz bilan har qanday yerdagi, har qanday zulmga qarshi sukut qilmasligimiz kerak.
Biz adolat tarafda turamiz. Tarafsizlik faqat zolimlarga yordam berdi. Hargizmi izilguchilarga emas. Biz boshdan kechirayotgan ixtiloflar va ittifoqsizliklarni bizning holatimizdagi boshqa millatlarmi boshdan kechirgan. O'z xalqining chechilanligi va nodonligidan boshqalarmi zorlangan, azoblangan. Germanlarning buyuk faylasufi Goethe, German xalqiga qarasam ko'nglim buziladi. Shaxs sifatida qarasam xeyli isil ko'rinadigan odamlar bor. Ammo millat sifatida tulumi bechara. Germanlarni boshqa millatlarga silishtirgan chig'imda har kuni degidek meni qiynaydigan azoblarni his qilaman degan. İsrailiya davlatining asoschisi va davlat otasi Theodor Herzl Yahudilarning qaloqligi va chechalang'uligi haqida to'xtalganda, biz Yahudilar qaloqliqdilar, yo'lning eng orqasida qoldiqli emas, balki Yevropadagi insonlarning qinini bulg'avatdiq. Yahudilar barliq irqlarning doshqonlarining aralashmasidan kelgan degan. Bugungi kunda German va Yahudilarning qandoq kuchli holatda ekanligini ko'rib turibdimiz. Boshqa millatlar hal qila olgan masalalarni bizmi hal qila olamiz. Barliq kuch-quvvat, aql, farosat va boylik o'z vujudimizda. Sharqi Turkistonda boylik intayin ko'p. Ammo eng zo'r boylik vatanimizning egilari bo'lgan odamlarimiz Uyg'urlardir. Manba Vatanim munbiri.